Demak, so'z birikmasi 3 guruhga bo'lib tasnif qilinadi o'rtoqlar. 3 guruhga. Birinchisi bog'lovchi vositani ishtirokiga ko'ra nimalar bog'laydi dedik? Kelishik, ko'makchi, ohang bog'laydi. Shunga ko'ra dedik. Nechta guruhga bo'ldik? 3 guruhga bo'ldik, to'g'rimi? Bitishuvli dedik. Moslashuvli, boshqaruvli. O'zi bularni milliy sertifikatda so'ramayapti ro'di. Lekin murakkablashgan sari so'nggi milliy sertifikat imtihonlarida so'rayapti. Bitishuv, boshqaruv, moslashuvli so'z birikmalarigacha top deyapti. Bitishuvli bo'lish uchun nima bog'lash kerak edi? Ohang. Moslashuv bo'lish uchun ning, bitishuv bo'lish uchun ni, ga, da, dan hamda ko'makchi bog'lash kerak. To'g'rimi? Mana. Ohang bog'lasa hozirgi gapdagi mana qoramtir libos mana. Hech nima yo'qmi? Ohang bog'layapti. Libosning yengi desa ning bog'layapti. Endi nima? Tantanalar uchun mosda nima bog'layapti? Ko'makchi bog'layapti. Bu boshqaruvli so'z birikmasi bo'ldi. Bu tushunarli bo'ldi sizlarga. Endi ikkinchi tasnif tobe qismi qaysi gap bo'lagi vazifasida kelishiga ko'ra. Nimaga ko'ra ekan? Ikkinchisi nima ekan mushtari? Kelishib. Boshqaruv bitishuvliligini nimaga ko'ra ajratdik mushtari? Shodiya? Boshqaruv bitishuv moslashuvli so'z birikmasida nimasiga ko'ra ajratdik? Bog'lovchi vositalarga ko'ra. Endi buni ham 3 ga bo'lamiz o'rtoqlar. Bu ham 3 ga bo'linadi. Faqat bu to'ldiruvchilik so'z birikmasi, aniqlovchilik so'z birikmasi va holli so'z birikmasi. Tushunarlimi? Bu nimasiga ko'ra ekan? Tobe qismi qaysi gap bo'lagi vazifasida kelishiga ko'ra. Tushundingizmi? Nimaga faqat to'ldiruvchi, aniqlovchi, holli domlar egalik kesimliligi yo'q degan savolni kim bera oladi? Men sizlarga beraman. Nimaga yo'q deb o'ylaysizlar? To'ppa-to'g'ri, chunki tobe kesim hech qachon tobe qism bo'lmaydi. Tobe qismi ega bo'lsa, u so'z birikmasi bo'lmaydi. Chunki so'z birikmasiga aytdik-ku, to'ldiruvchi, aniqlovchi holda nimagadir bog'lanadi. O'shanga qaraysiz mana. Tobe qismi qaysi bir tobe edi Zilola? Tobe birinchi kelgani tobe mana. To'ldiruvchilik deganda tobe qismi mana kitobni o'qidi. Tobe qismi to'ldiruvchi bo'lish kerak mana. Tushundingizmi? Shu to'ldiruvchilik birikma deyiladi. Aniqlovchilik birikma deganda masalan qoramtir libos aniqlovchilik. Tushundikmi? Yoki to'ldiruvchilik birikma qatnashgan deganda hozir oldik-ku, tantanalar uchun mos dedik. Hokim qismi aniqlovchi bo'ldi-da, tobe qismiga qaraysiz. Tobe qismi to'ldiruvchi bo'lish kerak. Holli deganda mana sekin yurdi. Tobe qismi birinchisi hol bo'lish kerak. Bu holli birikma. Tushundikmi? Demak, to'ldiruvchilik, aniqlovchilik, holliligiga ajratishda nimaga qarar ekansiz? Tobe qismiga qarar ekansiz. Tobe qism qaysi? Birinchisi. Tushunarli? Endi uchinchi tasnif hokim qismi e'tibor berasiz. Qaysi so'z turkumi bilan ifodalanishiga ko'ra turadi. Nimasiga ko'ra turar ekan bu? Endi nimaga qaraysiz? Hokim qismiga qaraysiz. Ikkita bo'ladi o'rtoqlar. Uchta bo'lmaydi, ikkita. Birinchisi otli so'z birikmasi, ikkinchisi fe'lli so'z birikmasi. Agar hokim qismi fe'l bo'lsa, fe'lli bo'ladi.
fe'ldan boshqa любой so'z turkumi bo'lsa, hokim otli bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, otli bo'lsa mana tantanalar uchun mos dedik, to'g'rimi? Ikkinchi qismi mos fe'lmi? Yo'q. Shuning uchun bu otli. Endi kitobni o'qidi desam, ikkinchi qismi fe'lmi? Fe'lli bo'ladi. Tushundikmi? So'z birikmasini 3 xil tasnif qilinadi. Bog'lovchi vositaga ko'ra, tobe qismining qaysi gap bo'lagi bo'lib kelishiga ko'ra, uchinchisi hokim qismining qaysi so'z turkumi bilan ifodalanishiga ko'ra. Masalan, bitta so'z birikmasi bo'ladigan bo'lsa, men sizga yozsam mana o'qigan bola degan so'z birikmasini topib olgan bo'lsangiz gapda, shuni vositaga ko'ra mana belgilaymiz. Bog'lovchi vositaga ko'ra qaysi biriga kiradi? Ohang degan turi yo'q-ku. Xudoga shukr. Bitishuvli deysizlar. Tobe qismida ishtirokiga ko'ra aniqlovchilik, hokim qismida ishtirokiga ko'ra otli deysizlar. Tushundikmi? O'qigan bo'lalar. Tobe qismi aniqlovchi bilan ifodalangan otli so'z birikmasi. To'g'rimi? Shunaqa. Yoki tobe qismi aniqlovchi bilan ifodalangan bitishuvli so'z birikmasi. Shu mashina atrofida ming xil hukmni sizdan so'rash mumkin. Lekin hamma hukm aylanib mana shu ichida bo'ladi. Faqat shuni gapdan siz bitta topib chiqish uchun mashq bajarish, shuni qaraganda o'sha qilib bo'lishingiz kerak. Miyaga shu darajada tez kelish kerak. Bo'lmasa tez ishlab bo'lmaydi. Bitta tezga siz 10 minut, 15 minut vaqtingizni ajratishingizga to'g'ri keladi. Bunda qarab turib, hokim qismi aniqlovchilik bilan ifodalangan to'ldiruvchilik so'z birikmasi qatnashgan deyapti. Bunda qarab turib, aniqlovchi to'ldiruvchi bo'l shu tushar ekan. Deydigan darajaga erishishning o'rtada shu testni o'tirib olib ishlash kerak. Uning uchun sabr kerak. Afsuski bizda bu narsa yo'q. Agar shu sabrdan ozgina o'tkazish imkoniyati bo'lganda, berardim o'zingizga. Men sabrni nihoyatda keragidan ortiq qildim. Berardim. Shariatdan chiqqan farosat shariatda o'tkazib bo'lmaydi degan gaplar biz davrimizda shariat degan narsa chiqqanda, kim biladi shariat nimaligini bilasizlarmi? Android telefonlar bir-biriga narsasiz bo'ladi. Boshida export degan narsa bo'lgan. Endi sizlar uni bilmaysiz. Exportdan o'tkazilgan bitta telefondan boshqa telefonga narsa export degan narsadan o'tkaziladi. Keyin Bluetooth chiqqan. Bluetoothdan tashlanadi. Keyin shariat chiqqan. Shariat chiqqanda biz qancha xursand bo'lganmiz. Voy, birpasda o'tib bo'lar ekan. 100 megabayt narsa 1 minutda o'tib bo'lar ekan. Bluetoothda o'tirardik-da, 1 soat o'tib bo'lishi mumkin. Boshqa bitta telefon. Sabrni o'tkazadigan narsa. Agar shariatdan sherik, bu shariat boshqa shariat. Men aytgan shariat boshqa shariat. O'sha billar. O'shanda o'tkazardik biz. Imkon bo'lganda o'tkazib berardik. Shariat yo'q, qo'yinglar deb. O'shanda o'tkazib yopardi. O'tkazib berardik. Lekin iloji yo'q buni. Marhamat, yo'l olasizlarmi yoki emasmi?